Inkubator ishlatgandan keyin bu xatolarni qilmanglar, bu sizlarga qimmatga tushishi mumkin. Video nima haqida o'rtoqlar? Video inkubator tozalash haqida bo'ladi, ya'ni inkubatoringizni ham ozoda saqlang. Biz Xudo xolasa keyingi partiyaga inkubatorimizni tozalab ishga tushiramiz, videolarni qo'yamiz, kuzatishda davom etinglar. Ko'rishingiz mumkin, mana tuxumlarimizni hammasiga Xudo xolasa joylayapmiz. Bizdan damashnik tuxumlar, uxayl tuxumlari, bedana tuxumlarini provaga qo'yib ko'ramiz. Bular zakazga kelgan damashnik tuxumlar hammasi. Yana bitta 14 ta dakan tuxumlari bor. Hozir hammasini joylab chiqamiz. Mana tuxumlarimizni terib chiqdik. Bunga 64 ta tuxum ketdi, tovuq tuxumi. 12 ta bedana tuxumini amallab joylab yubordik. Xohlasa endi inkubatorga yoqamiz. Xuddi shunaqa taxlash kerak inkubatorga tuxumlarni. Mana bu yoq tarafdan boshlangan, keyingisi bu yoq tarafdan boshlangan. Bu yoqqa davom etib bu yoqdan boshlangan. O'shanda muvozanatni yaxshi ushlaydi. Ko'rishingiz mumkin, inkubatorimiz ishga tushdi. Suv soldik. Graduslarni to'g'irladik. Mana issiqligimiz 37.7, 37.9, namligimiz 50 ga 55 qilindi. Inkubatorimiz yoqildi. Xudo xolasa 21 kundan keyin sizlar bilan natijasini ko'ramiz.